Assalomu alaykum barchaga. Yana bir AppSheet bo'yicha qilingan loyihalardan birini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu ko'rib turganingizdek, telefon nasiya savdo asosida faoliyat yuritadigan, ya'ni nasiya savdoga telefonlar oldi-sotdi bilan shug'ullanadigan biznes uchun tayyorlangan dastur hisoblanadi. Ushbu dastur o'sha biznes jarayonlarini to'liqligicha avtomatlashtirishga muvaffaq bo'ldik bu dastur yordamida. Va keling bu dasturni qisqacha revyusi bilan tanishib o'tamiz. Xo'p, birinchi bo'lib telefonlar, ya'ni bizda mavjud bo'lgan telefonlar, ya'ni sotuvga tayyor bo'lgan omborda desak ham bo'ladi, omborda mavjud bo'lgan telefonlar. Va mana bitta telefonimiz bor ekan, bu ham sotilgan statusda turibdi. Bu yoqda aynan shu modelda sotuv amalga oshirilgan, shuning uchun bu telefon sotilganlar qatoriga qo'shilgan. Ya'ni jarayon shundan iboratki, birinchi bo'lib biz omborga kirim qilamiz. Ya'ni email kodi bilan telefon modeli, iCloud bor yoki yo'qligi, korobkasi, tannarxi, ta'minlovchi, investor kabi detallarni kiritamiz. Bunda asosan biznesda ishlash prinsipi, ya'ni tizimi quyidagicha, ya'ni telefonga, ya'ni bizda investorlar bor va telefon bilan ta'minlovchilar bor va do'kon o'rtadagi vosita. Ya'ni investorlar mablag'larni jalb qilgan holatda ularning mablag'lariga telefonlar oladi va olgan telefonlarni nasiya savdo asosida muddatli to'lovga sotadi va o'rtada foydaga sherik. Shu tarzda ishlaydi. Demak, telefonlarni biz birinchi o'rinda kirim qilib olamiz. Undan so'ng misol uchun bizga sotib olish uchun kelayotgan mijozni kiritamiz. Misol uchun mijozni daniyani kiritamiz. Ism, familiya, telefon raqam, pasporti, ariza rasmlarigacha olamiz. Va bizda yana bir holat borki, muammoli mijozlar bor. Shularni biz statusini belgilab ketamiz. Qaysiki qachon yordam beradi bu bizga. Misol uchun aynan shu mijozga yana sotuv amalga oshirayotgan bo'lsak, biz o'sha mijozni tanlayotganimizda muammoli deb sotuv amalga oshirib bo'lmaydigan bir holat bo'ladi. Misol uchun qora ro'yxatdagi mijoz ekan. Shunaqa narsaki, ya'ni bizdan u mijoz narsa sotib olmagan ham bo'lishi mumkin, lekin boshqa do'konlarda bilan aloqaga kirishganimizda ular ham o'zlarini qiynagan, ya'ni muammoli, firibgar bo'lgan mijozlarni daniylarni tashlab berishadi. Ularni ham kiritib qo'ysak, umuman olganda bizda muammolar kelib chiqish ehtimoli pasayadi. Sotuvlar amalga oshirish jarayoni shunaqa. Mana sotuv bo'limiga o'tamiz, keyin klient tanlaymiz, sotuv ma'lumotlarini kiritamiz, klient tanlaymiz, mavjud telefonlarni tanlaymiz. Bitta telefon borligi uchun bitta telefon chiqyapti, foiz, boshlang'ich to'lov muddati va boshqa ma'lumotlarni kiritamiz va mas'ul xodimni ham belgilaymiz, ya'ni o'zimiz xodimlarimiz, operatorlarimiz desak bo'ladi. Aynan shu klient biriktirilgandan keyin shu klient bilan u shug'ullanadi. Shu tartibda kiritiladi quyidagicha. Va bundan keyin bizda mana operatorlar oylik to'lovlarni o'sha o'zlariga biriktirilgan mijozlarni bilan shug'ullanishadi va bu productivity, ya'ni unumdorlik foiz ko'rsatkichida hisobga olib boriladi. Operatorlar unumdorligi. Bundan tashqari investorlar bilan oldi-berdi muomalalar va sotib olayotgan telefonlar bo'yicha ularning foydalari, boshqa ma'lumotlar bu yoqda olib ketiladi. Va bundan tashqari ta'minotchilar bilan bo'lgan muomalalar oldi-berdilar olib boriladi. Va yana bir narsa, to'lov filtri bor, ya'ni operatorlarga biriktirilgan mijozlarni to'lov filtri, ya'ni bu oyda yanvar oyiga to'lash kerak, to'laganlar filtri chiqadi. Bu filtr o'sha biz qidirib yurmaymiz, qaysilar to'lagan, to'lamagan, shunga yordam beradi. To'lovlar ro'yxati bu yoqda alohida shakllanadi, xarajatlar qismi bor. Xo'p, xodimlarni ham kiritib qo'yamiz bu yoqda. Va eng asosiy moliyaviy hisobotlar qismi, mana balans qismi bor. Biz faoliyatimiz to'g'ri, moliyaviy strukturasi to'g'ri qilganmi yoki yo'qmi, balans qilib olganmiz. Balansni ham tekshirib tursak bo'ladi va bundan tashqari foyda hisobi bor. Mana davr oralig'ida foyda qanchani tashkil qilgan. Umumiy ko'rinishi shulardan iborat. Bundan tashqari statistika qismi ham bor.
Ushbu dasturda umumiy nasiya savdo asosida faoliyat yuritadigan bizneslarga qo'llasak bo'ladi va ayrim jihatlarni o'zgartirsak, boshqa bir biznes turi boshqacha, nomi boshqacha yoki faoliyat turi boshqacha, lekin umumiy ishlash tizimi nasiya muddatli to'lovga mahsulotlar oldi sottisi bilan shug'ullanadigan biznes turlariga menimcha mos tushadi. AppSheet bo'yicha qilingan dasturlarni ko'rsatishda davom etamiz va bu dasturlardan biri shu haqida edi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.